Biz hozir Farg'ona viloyat Toshloq tumani Zarkendamiz. Zarkenda kurigi. Bu joyga naves qilganmiz. Nima uchun? Yog'och quruqlik materiallarini, обрезной taxtalarini terishlik uchun. Quyoshdan saqlanadi, yomg'ir, qordan saqlanishi uchun naves qilib berganmiz. Xudo xolasa, neobishniy chiroyli chiqqan. Narxi byudjetniy variantda kraskalari, profillari, shiprlari qatirib beriladi. Xudo xolasa, bu joyda общий kvadrati 200 kvadrat, 8 metrga 25 metr bo'lgan. Bu joyda narxi 1 kvadrat atiga 300 mingdan chiqadi. 300 ming ichiga nimalar kiradi? Profillari, kelib ustanovka qilishlari, zastavkalari, shiprlari, kraskalari hammasi atiga 300 mingdan chiqadi. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa zakaz qilsangiz bo'ladi. Bu navesimiz qatlarga mos, ishxonalarga, shunaqa taxta skeletlarga, fermalarga, ayniqsa moykalarga xudo xolasa rangi ham mos tushadi, o'zi ham mos tushadi. Xudo xolasa bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Pastki nomerlarga telefon qilib, to'liq ma'lumotlarni so'rasalaringiz yoki o'zlaringizni joylaringizni hisoblattirsalaringiz bo'ladi. Bemalol telefon qilsangiz, xohlagan paytlaringiz telefonlaringizga javob beramiz. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar.